Har bir bizani oldimizga mashina olib keladigan akalarimiz biz sizlarga shunchaki xizmat ko'rsatmaymiz. Biz bu xizmatimizdan oila a'zolarimizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni rizqini terib olib boramiz. Shuning uchun bizani oldimizga kelayotganda faqatgina avtomobilga narsa yopishtirib beradi deb kelmaylik. Bizani rizqimiz keng, mo'l bo'lishligi uchun albatta bizani videolarimizga like bosib, bizani kuzatib tursanglar, sizlarni xizmatinglarni qilib, Xudo xolisa o'zimizga belgilangan rizqni terib olamiz. Leapmotor C16 avtomobilimizni kuzovini himoya qilishlik uchun shaffof, rangsiz, premium klassdagi yaxshi plyonkalarni yopishtirib berdik. Rangi jemchug, juda noyob rang va o't-bo'tiga nimadir bo'lsa, uni vasстановить qilish juda ham qiyin. Bunga shubha yo'q. Shuning uchun bunaqa noyob rangli yoki bo'lmasam yangi avtomobillarni yaxshi holatida bu xizmatlarni qildirib olmasanglar, keyinchalik qiynalishinglar mumkin. Sizlar ham qiynalmasligingiz uchun, biz ham hayotda qiynalmasligimiz uchun eng zo'ri ikkita tomon bir-biriga tutashishi kerak. Manfaatli tutashgan joyda Xudo xohlasa natija zo'r bo'ladi. Yana bitta mijozimizni ishlarini qilib, mashinalarni topshirib olamiz. Polniy kuzov bronli plyonka, gir aylana tonirovka va plastik detallari laminatsiya qilingan, o'rindiqlarga g'ilof ham taqilib, endi egalariga topshirib olamiz. Hammanglarni shu xizmatlarga taklif qilamiz. Ishlarni chiroyli bitirib berishga astoydil harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.